Assalomu alaykum. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham ajoyib narsalar haqida gapirib o'taman hozir. Bu men gapiradigan narsa nafaqat bitta viloyatga tegishli, butun O'zbekiston Respublikasining hamma fuqarolariga tegishli bo'lgan narsa to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Sudlar adolatsiz qaror chiqardi, sudlar unday qildi, sudlar bunday qildi degan shakldagi juda ham ko'p videolar hozir YouTube'dan joy olgan. YouTube'ga kirsangiz, YouTube portlab yotibdi. Mana shunaqa videolardan sonidan. Qolaversa, hozir biz dunyoda mana shunday chiqishlar bo'yicha birinchi o'rinda tursak kerak. Buni sabablari endi aniq. Muammolar ko'p, lekin yechim yo'q. Aslida shu o'rinda endi savol tug'iladi. Muammolar ko'p bo'lsa, albatta buni yechadigan odam bo'lish kerak, lekin bizda yechadigan odamlarning o'zi yo'q-da. Natijada mana shunday holatlar yuz beryapti. Men yaqinda o'zim Samarqand viloyatida yashayman. Samarqand viloyat sudiga bordim. Samarqand viloyat sudyalarni ishiga qoniqmagan holatda men Samarqand viloyat sudining raisi bilan uchrashmoqchi bo'lib bordim. 3 marta bordim, lekin sudya joyida yo'q. O'sha Samarqand viloyatining sudining raisi joyida yo'q. Yordamchisidan so'rayman. Qayerda u odam desam, viloyatga chiqib ketgan. Qayerga chiqib ketgan? Javob yo'q. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, 3 marta siz bordingiz, joyida yo'q bo'lsa, demak, bu odam ishga yo keladimi, yo kelmaydimi degan savol tug'iladimi axir? Endi Samarqand viloyatida umuman O'zbekiston Respublikasining qonunlarini bular tokchaga qo'yib qo'ygan. Tokchaga qo'yib qo'ygan. Bejiz aytmayman, bu gapimni hozir isbotlab o'tib ketaman. Bir ishni isbotlash uchun men shu Samarqand viloyat sudlarida 3 yil davomida 3 yil yurdim. Men ariza yozib topshiraveraman, bular qaytarib yuboraveradi. Men ariza yozib topshiraveraman, bular qaytarib yuboraveradi. Natijada 3 yil o'tib ketdi. 3 yildan keyin qaraydiki, men haqman. 3 yil. Endi mana shu yerda bir narsaga e'tibor bering. Men ko'tarib yurgan narsani o'zi yarim soatda hal qilish kerak. Yarim soatlik narsani endi bular 3 yil davomida hal qilsa, demak, O'zbekiston Respublikasining qonunlari Samarqandda ishlamayapti deyishga haqli bo'lamanmi yo yo'qmi? Javob sizdan. Endi mana shu narsalarni masalan chek qo'yish. Endi bu faqat YouTube'da ko'ryapmiz, faqat Samarqand viloyatida emas, butun O'zbekiston Respublikasida. Butun O'zbekiston Respublikasida bu sodir bo'layotibdi. Nima emish? Mana Farg'onada sudya qo'lga olingan bo'lsa emish, yo Toshkentda sudya qo'lga olgan bo'lsa emish pora bo'yicha, yo falancha joyda yana bir sudya pora olingan bo'lsa emish. Xo'sh, bu sudyalarni pora bilan tushishiga sabab nima? Sabab aytaymi nimada? Muhitda. Ana gap qayerda? Muhitda. Mana bu senatda o'tirganlar, parlamentda o'tirganlar ozgina shunday bir boshqa muhitni olib kirish kerak edi. Aslida bular bu ishni qilmasdan turib mana shunday muhit yaratib qo'ydi. Endi bu sudyalar nima qilyapti? Buxoroda 1 gektar joyda olib turib mehmonxona qurishyapti. Yo bo'lmasa Toshkent shahrida bir nechta kvartiralarni sotib olyapti. Nima, maoshini evaziga olyaptimi? Bular bunday daromadni qayerdan topyapti? Demak, muhit bularga shunday muhit yaratildiki, bular mana shunday daromadlarni qilishyapti. Xalq esa qashshoq, borgan sayin qashshoqlashib ketyapti. Ana gap qayerda? Xalq borgan sayin qashshoqlashib ketyapti. Mana bunaqa bir havuch boyagi sudyalar, huquq tartibot idoralarini vakillari-yu, tepada o'tirganlarni boyligi oshib ketyapti. Agar bular xohlasa, adolatni o'rnatishni xohlasa, demak, muhitni o'zgartirish kerak. Bitta sudyani olib borib qamoqqa qo'yganingiz bilan muhit o'zgarib qolmaydi.
ikkita sudyani olib borganingiz bilan muhit o'zgarib qolmaydi. Muhitni o'zgartiradi qonun. Demak, qonunlarni qabul qilish kerak. Va atrofga bir qarang. Mana Xitoy Demokratik Respublikasi qashshog'ida bugungi kunda eng rivojlangan davlatlar qatoriga kirdi. Yoki bo'lmasa Singapur qashshog'ida bir vaqtlar Malayziyani tarkibida bo'lgan. Malayziya ham chiqarib yuborgan bular kunni ko'ra olmaydi deb. Bugungi kunda Singapur ham eng rivojlangan davlatlar qatoriga kirib bordi. Chunki ularda muhit boshqacha. Bizda muhit boshqacha. Bizda qanaqa muhit? Bizda shunday muhitni yaratib qo'yibmizki, poraxo'r qamoqqa 4 yil o'tirib chiqadi, qancha pora olgan bu, keyin maishat qilib oyog'ini uzatib qamoqdan chiqib olib maza qilib yashaydi. O'sha qamoqda ham maza qilib o'tiradi bular. Mana yaqinda vodiyda bir hokimning yordamchisi $1 million bilan qo'lga tushdi. Mana hammalaringizda xabarlaringiz bor. $1 million bilan hokimning yordamchisi tushyapti. Endi bilmayman, endi hokim qancha bilan tushishi kerak. Bu kulgili-da bular. Bu muhitni kim yaratib qo'ydi? Nima uchun muhitni o'zgartirmayapsizlar sizlar? Korrupsiyaga qarshi kurash deysizlar, unday deysizlar, bunday deysizlar, lekin muhit o'zgarmayapti. Muhit o'sha pora olish uchun juda sharoitlar yaratib berilganda bizda. Muhitni o'zgartirish kerak. Mana Xitoyda juda bir oddiy tilda aytib qo'yaman. Qonunlarni shunday qabul qilgan. Demak, bizda parlament ham, o'sha senatdagilar ham shunday qonunlarni o'ylab topish kerak, qabul qilish kerak, muhitni o'zgartirish kerak. Xitoyga o'xshatib. Xitoy nima qilyapti? Pora oldimi, peshonasidan otib tashlayapti, olib chiqarib. Mol mulkini musodara qilyapti. Nima uchun sizlar qilmaysizlar? Muhitni yaratib berib o'tiribsizlar. 1 gektarlab mehmonxonalarni qurdirtirib o'tiribsizlar. Chunki mana shu qiziqish yo'qda, o'sha vatanparvarlik yo'q. Vatanim, xalqim degan odam yo'qda. Vatanim, xalqim degan odamlar bo'lganda edi, mana bu holatimiz bugunlik biz ko'rib turganday bo'lmagan bo'lar edi. Men mana hozir bitta misolni keltirib o'taman. Samarqand viloyatida yashayman men. Samarqand viloyatida bitta narsani men bir qarorni, sudni qarorini chiqartirish uchun 3 yil yurdim. Men ariza yozib sudga topshiraveraman, ariza menga qaytarib yuboraveradi bahonalarni qilib. Yozaman, yana bir bahona qilib yuboraveradi. 3 yil davomida mana shunday sudma-sud yurdim. Ana endi buni sababi nimada? Bu yerda tamagirlik bor. Ko'rib chiqmaydi-da muttahamlar. Ko'rib chiqmaydi. Nima uchun bu sudyalar bu narsani ko'rmayapti? Ko'rmaslikka bularning nima haqqi bor? Nima uchun bahona topib arizani orqaga qaytarib yuboryapti? 3 yil davomida mana shunday qiyinchiliklardan keyin qaraydiki, men haqman. Hech iloji qolmagandan keyin, dalil isbotlar bilan bo'g'ib olganimdan keyin bular menga haqsiz deb qaror chiqarib beryapti. Oradan 3 yil o'tib ketgan. Ana endi o'zingiz o'ylab qarang. Bular yarim soatda bo'ladigan ishni 3 yil davomida ko'radigan bo'lsa, demak bular ishlayaptimi? Oddiy kallasday qilib oylikni olyapti. Maoshni olyapti bular. 30 millionlab, to'g'rimi? Oddiy fuqaro 1 million bilan kun ko'ryapti bechora. 1 million. Mana endi o'zingiz qarang. Qani bu yerda adolat? Adolat qani? Nima uchun mana shunday holatlar yuz beryapti? Chunki sudyalar hech kimdan qo'rqmaydi. Xohlasa ishni ko'radi, xohlamasa qaytarib yuboradi. Mana yaqinda Samarqand viloyatini sudining raisini ko'rmoqchi bo'lib bordim men. 3 marta bordim Samarqand viloyat sudining raisi bilan uchrashishga. Joyida yo'q. Yordamchilardan so'rayman, javob bera olmaydi. Yo'q deydi. Qayerga ketgan desam, u odam deydi, bizga deydi, hisob bermaydi deydi. Qarang, 21-asrda yashayapmiz. Mana o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Bu davlatga xizmat qiladigan bu xizmatchimi? Kim bu o'zi bu odam? 3 marta borib turib siz joyidan topa olmasangiz, xohlasa qabul qilsa, xohlamasa qabul qilmasa. Bu Samarqand viloyatining sudining raisini qilib turgan ishi. Boshqalar to'g'risida
biz nima gapira olgan bo'lamiz? Men Samarqand viloyatiga bitta ariza tashlab keldim. Arizada o'sha sudlarni ishidan qoniqmaganligim to'g'risida dalil isbotlarni keltirib tashlab kelsam, o Samarqand viloyatini sudini raisini o'rinbosari Allaboyev degan odam menga arizamni qaytarib yuboribdi. Nima emish? Anonim emish. Anonim emish. Buni qanday tushunish kerak? Nima qilish kerak? Yig'lash kerakmi yo kulish kerakmi? Anonim o'zi nima? Anonim agar manzilgohi, shu ariza yozuvchini manzilgohi ko'rsatilmagan bo'lsa, ismi familiyasi bo'lmasa, u odam mahkum, ya'ni hech kim u odamni tanimasa, bilmasa, uni anonim deydi. Arizada familiya turibdi, turar joyi turibdi, bundan tashqari bir nechta sudlarning qarorlari turibdi, bundan tashqari telefon raqam yozilgan, telefon raqamim yozilgan. Bu anonim bo'ladimi? Kim bularni tekshiradi? Tekshiradigan bormi yo'qmi? Bu mana Farg'onani tekshirdik, taftish o'tkazdik deysizlar, Andijonni taftish qildik deysizlar. Bu Samarqandga ham navbat keladimi yo yo'qmi, birodarlar? Bu Samarqandga ham kelib bir tekshiringlar. Men Samarqand viloyatida yashayman. Mana shu videomni ko'rsatsangiz, mana shu Samarqand viloyat Tayloq tumanidan meni uyimgacha olib kelib qo'yadi. Avvalambor o'sha Samarqand viloyatining o'zidan o'sha viloyat sudida bir nechta ishlar yotibdi. O'sha meni ishtirokimda. Iltimos sizlardan 21-asrda yashayapmiz. Endi bu narsani to'xtatib qola olmaysizlar. Iloji yo'q. Birovga tuhmat qilib, birovni ko'zini qo'rqitib bo'lardi-ku oldinda. Bu odamni tili chiqib qolibdi deb qo'rqitishaydi, boshqa qilaydi. Endi meni hech kim qo'rqita olmaydi. 70 ga kirdim endi. Yashaganimni yashab bo'ldim endi bu dunyoda. Meni kim qo'rqitadi endi? Bu yog'imdan bu yog'im yaqin bo'lib turibdi. Baribir bizga o'xshaganlar gapirish kerak-ku bir ikkitasi, to'g'rimi yo'qmi? Qachongacha bunaqa 21-asrda ham bunaqa? Muhitni o'zgartiringlar. Muhitni men aytganday yuqorida aytdim-ku axir. Shunday muhitni o'zgartirmasalaringiz hech qanaqa javobgarliksi ham bo'lmaydi, hech qanaqa tartib intizom ham bo'lmaydi. Tartib bo'lmagan bir davlatda rivojlanish ikki dunyoda bo'lmaydi. Birodarlar.